Asaka shahrida gaz suv sveti bor joydan xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlar uchun yangi uyimiz sotuvini e'lon qilamiz. Uyimiz 3 sotikdan iborat. Darvozaxonadan kirganingizda alohida sanuzel qismi, tashqi oshxonasi hamda bu tarafda 5 ta xonasi mavjud. Uyimizni lokatsiyasini aniqroq tushuntiraman. Korzinkan ko'chasidan kirilganda Jaloliddin Manguberdi ko'chasida joylashgan. Ushbu uyimiz Asaka shahri markazida joylashgan. Narxi egalari tomonidan 42 ming so'ralyapti. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling.